Assalomu alaykum. Abdulg'odiy G'iyosning Baxt Allohga bog'lanishda kitobi. G'am qilmang, Alloh bor. Unga suyaning, unga bog'laning, undan so'rang, unga arz qiling. Kitobdan maqsad inson doim Alloh bilan bog'lanib turishi kerakligini eslatishdir. Katta yoki kichik, muhim yoki arzimas, og'ir yoki yengil vaziyat bo'lishi o'rtasida farq yo'q. Eslatmani hayotiy voqea va hodisalar bilan anglatishga harakat qildik. Shunda insonga qiziqarli va ta'sirli va foydaliroq bo'ladi. Kitobda qahramonlarning qiyin vaziyatda qolganlari ko'rinib turibdi. Bu paytda ba'zi sabablar ham ish bermasligi bor gap. Shunday vaziyatlarda har qanday insonda, hatto dinsiz kishida ham qalbidagi bori, to'g'rirog'i, so'nggi ohi yuzaga chiqadi. U ham bo'lsa Allohning borligi va birligidir. Buni fitrat deydilar. Uning borligiga ishongan inson o'ziga murojaat etadi. Kitobni o'qiganingizda shundaylarning ham misoliga duch kelasiz. Ushbu kitob o'quvchining qiyin, iztirobli vaziyatlaridan Allohga bog'lanish orqali chiqib ketishida asqotishiga ishonamiz. Kirish. Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taologa hamd sano va Rasuli akram sallallohu alayhi vasallamga durud va salovatlar bo'lsin. Mavzuga mos hikoyalar yozilar ekan, qahramonlarning kimligi aniq ko'rsatilmadi. Voqealarning ayrimlari ijtimoiy tarmoqlardan, ba'zilari qahramonlarning o'zlaridan, boshqalari esa kitoblardan saralab olingan. Ularni oilam davrasida aytib berardim va bulardan xulosalar ham chiqarardik. Keyinchalik ularni qog'ozga tushirib, boshqalarga ham foyda bo'lishini istadik. Kitobdagi har bir hikoya oyat va hadislarga zid emas. Aksincha, umum tarzda ularning ko'rsatmasiga muvofiq bo'lgan bois manfaatli bo'lishidan umidvormiz. Mavzular bir-biriga yaqin va takroriyga o'xshaydi, lekin ta'sirli. Muhim, dinimiz ko'rsatmalariga zid emas. Voqealarning barchasiga ishtirokchilar sababiyat qonuniga bo'ysungan, sabablar olamida yashayotganligini unutmagan. Shu qatorda Allohga iltijo qilish va unga yolvorish, o'zidan so'rashni ham unutmagan. Demak, asosiy maqsad hamma vaqt Allohga bog'lanishni unutmaslik kerakligidir. Aslida kitob shuning uchun yozilgan. Alloh maqsadimizga noil qilsin. Kitobda ko'pchilik tomonidan har xil zikrlar ham aytib yurilgani haqida xabar berilgan. Bu bilan Allohga bog'lanish kerakligi bildirilyapti. Kimdir la ilaha illalloh, yana kimdir la havla va la quvvatani, boshqasi falon surani, birov yana bir zikrni aytgan. To'g'ri, ayrim vaziyatlarning o'ziga xos tayin zikrlari bor, lekin biz bu kitobda o'sha tayin zikrlarni maqsad qilmadik, balki doim Allohga bog'lanishni, uni eslab yurishni eslatmoqchi bo'ldik xolos. Allohga iltijo qilishda, unga zorlanishda soxtalik o'tmaydi. Dildan bo'lishi kerak. Buning uchun uning buyukligini, hokimligini, buyuruvchi va qaytaruvchi ekanligini anglashingiz kerak. Unga bo'ysunmaslik gunohligini tushunib yetishingiz lozim. Mabodo bilib yoki bilmay unga osiy bo'lganingizda o'ziga istig'for aytishingiz, tavba qilishingiz lobud. Shunda u zotga oqlaringiz, zorlanishlaringiz, bog'lanishlaringiz haqiqiy bo'ladi. Ha, shunday. Bir insonga ishingiz tushsa va ko'z o'ngida qarshilik qilib, nazarga ilmasdan yursangiz-u, keyin unga undan ishingizni bitirib berishing iltimos qilib oldiga borsangiz qanday bo'ladi? Bu ishingiz to'g'ri bo'ladimi? Yo'q, albatta. Demak, avvalo undan uzr so'rashingiz va bu iqroringiz chin yurakdan ekanini insonga isbotlashingiz kerak bo'ladi. Shundan so'ng u bilan yaxshi aloqa o'rnatasiz. Allohga ham tavba va istig'for bilan bog'laning. U kechiruvchi, eshituvchi, ato etuvchi zotdir. Quyidagilar qiynalganlar, muammoga yo'liqganlar, qalbi singanlar, ko'ngli yarimlar, maqsadlariga erisha olmayotganlar, intilganlari amalga oshmashini istayotganlar, oilaviy kelishmovchilikka uchraganlar, ishsiz qolganlar, farzand talablar, oila qurishi kechikayotganlar, bolalari tarbiyasini tuzatmoqchi bo'lganlar, er yoki xotinining solih-soliha bo'lishini kutayotganlar, yaqinlari haqqiga yaxshilik istayotganlar kabi hayotiy mashaqqatlar bilan sinalayotganlarga foyda beradi, inshaalloh. Alam maqsadlarimizning amalga oshishi va yaxshilikka bo'lishini nasib qilsin. Allohga ishonib, suyanib yashang. Odamlar nimagadir suyanib xotirjam bo'ladilar. Masalan, boshqalardan qo'rqib turgan bola akasi yoki biror katta odamni ko'rishi bilan ruhi ko'tarilib ketadi, o'ziga ishonchi oshadi. Yoki oila boshlig'i yo'qligida qiynalib yashab turganlar u qaytganidan keyin o'zlarini erkin qo'yadilar. Bu holatlarda garchi o'sha suyanchiqlar biror amalni qilmasalar-da, haligilar uni ko'rganidan ruhlanib ketadilar va qiladigan ishlarini jadallashtiradilar, o'ylanmaydilar.
Aslida suyanaganingiz yoningizda. Uni his qiling, ruhingiz ko'tariladi. U hamma ishingizni hal qilib beradi. Har ishda kuch beruvchini, tavakkal qiluvchingiz, shifo beruvchingiz, so'raydiganingiz Allohdir. Unga iltijo qiling, shunda xotirjam bo'lasiz, tinchlanasiz, siqilmaysiz, osuda yashaysiz. Hatto ishingiz yurishmasa ham bemalol bo'lasiz. Beruvchi ham, oluvchi ham u ekanini his qilishingiz butunlay to'xtab qolishingizning oldini oladi. Yana boshidan o'sha ishga yoki boshqasiga qo'l urib ko'rasiz. Siqilib, kuyunib burchakda o'tirib qolmaysiz. Ha, bu taqdirga to'g'rirog'i, u boshqaradigan ishlarga tan bergan bo'lasiz. Tan bersangiz bo'ldi, hech qachon mahzun bo'lmaysiz. Allohga suyanish hamma ishni unga topshirishdir. Shuning uchun undan so'raysiz, unga iltijo qilasiz, uning aytganlarini bajarib, xayr-oqson ulashasiz, ota-onaga yaxshilik qilasiz, qo'shnining haqqiga rioya qilasiz. Shuningdek, qaytarganlaridan tiyilib, baxillik qilmaysiz, gunohdan qochasiz. Shunda xotirjam yashaysiz. Avvalo Alloh. Allohga tuzalish uchun duo qilgan chog'ingiz bunday deng: Ey Allohim, sen menga yuklagan ishlarni qilyapman, farzimni bajaryapman, foyda zarar sening izmingda. Xohlasang shu dori ortidan shifo berasan, xohlamasang tuzatmaysan. O'zing menga shifo bergin. Taomlanish oldidan esa shu taom ortidan xohlasang qornimni to'ydirasan, istamasang yo'q. O'zing to'q qilgin deb duo qiling. Talabalarni kech kuzatganmisiz? Birortasi uyda o'tirgan holida imtihondan o'tib ketarmikan? Aslo. Avvalo imtihonga tayyorgarlik ko'radi, so'ng sinovdan muvaffaqiyatli o'tadi yoki yiqiladi. Agar boshingizga musibat yetsa, qiyin vaziyatga tushsangiz, ey Alloh deng. Sabablarni qilsangiz-da, yordamchilardan ko'mak so'rasangizda, ey Allohim deb ayting. Shunda qalbingizda xotirjamlik, barchasi Allohdan degan his uyg'onadi, umid qaytadi. Lekin buning ham sharti bor. Ya'ni o'zingiz gunoh ish ustida bo'lib, undan qaytmagan holatda nega so'rasam Alloh bermayapti demang. Birovga zulm qilgan holingizda, kimningdir molini o'zlashtirgan paytingizda Allohdan qaysidir hojatingiz bitishini yolvorib so'rayapsiz. O'sha on nega ey Allohim deb so'rasam qabul etmayapti demang. Chunki o'zingiz noto'g'ri qadam bosib turibsiz. Avvalo o'zingizni tuzating, yoxud sinab ko'rish uchun ey Allohim desam berarmikan deb ham so'ramang. Istig'for muammolarga yechim. Istig'for aytganda muammolarni hal qiluvchiga, Allohga yuzlanasiz. Uning buyukligini his etgan holatda ulug' Robbingizdan kechirishini so'raysiz. O'zingiz oldida aybdorligingizni tan olasiz va hokazo. Shunday bo'lganidan keyin u zot muammolaringizni hal qilmasinmi? Albatta, sizga labbay vandam deydi. Imom Qurtubiy ibn Sabihdan rivoyat qilishicha, bir odam Hasan Basriy rahmatullohi alayhining yoniga kelib, qurg'oqchilikdan shikoyat qildi. Shunda Hasan Basriy rahmatullohi alayh Allohga istig'for ayt dedi. Yana bir odam kambag'allikdan shikoyat qilib keldi. Unga ham Allohga istig'for ayt dedi. Bir odam esa farzandsizlikdan najot so'rab keldi. Hasan Basriy rahmatullohi alayh yana Allohga istig'for ayt dedi. Bir odam bog'im meva bermayapti, nima qilay dedi. Unga ham Allohga istig'for aytishini buyurdi. Shunda Robiy ibn Sabih, bir nechta odamlar oldingizga turli shikoyatlar bilan kelsa, hammasiga bir xil maslahat berdingiz. Ularning dardi har xil-ku, davosi bitta istig'formi deb so'radi. Hasan Basriy rahimahulloh javob berdi: Albatta. Men buni o'zimcha aytganim yo'q. Alloh taoloning oyati bor. Bas, o'z Robbingizga istig'for ayting. Albatta u gunohlarni ko'plab mag'firat qiluvchidir dedim. U zot osmondan ustingizga ketma-ket baraka yomg'irini yuboradir va sizga mol-u mulk hamda bola-chaqa ila madad beradir va sizlarga bog' va o'roqlar hamda anhorlarni beradir. Nuh surasi 10-12 oyatlar. Oyat Nuh alayhissalomning o'z qavmlariga qilgan nasihatlari edi. U zot avvalo iymonga, Allohga ishonishga da'vat qildilar. Ular ishonmaganlaridan keyin tavba va istig'forga buyurdilar. Ha, shunday. Istig'for mol-mulk, bola-chaqa, ekinlar, bog'-rog'larda baraka bo'lishiga sabab bo'ladi. Bo'ynimdan bog'lab, yetaklab keldi. Shayx Ali Tantoviy aytadi: Bu voqeaning sodir bo'lganiga 30 yil bo'lgan bo'lsa-da, kechagiday yodimda. Qarindoshlarim orasida yoshi kattarog'i doktor Tohir Tantoviy edi. U Afif mintaqasidagi Xosyun tog'ining yonbag'rida joylashgan shaharchada shinamgina go'shada yashardi. Bir gal uyiga mehmondorchilikka taklif etdi.
Hamma qarindoshlar bilan ko'rishishni niyat qilgan ekan, ya'ni barchaning ko'nglini olmoqchi bo'libdi. Dasturxonda yo'q narsaning o'zi yo'q. Turli noz-ne'matlar bilan to'lib toshgan, tashrif buyurganlar qatorida men ham bor edim. Lekin kelganimga hali hech qancha vaqt o'tmay, to'satdan yuragim siqila boshladi. Negadir ich-ichimdan bir narsa bu yerdan chiqib ketishimni talab qilardi. Go'yoki nafasim yetmaganday, bo'g'ilib qolayotganday edim. Bo'lmadi. Nihoyat mezbondan va o'tirganlardan uzr so'radim. Ketishim kerakligini aytdim. Ular esa qolishimga yana biroz o'tirishimga undardilar. Ketishib qoldi. Biroz o'tirsangiz birga o'tiramiz deyishardi. Bu gaplarga, iltimoslarga qaramay, u yerni tark etdim. Mahalladan katta ko'chaga piyoda chiqib bordim. Asosiy yo'lda tramvayning o'tib borayotganini ko'rdim. Ichi bo'm-bo'sh. Bekatdan qo'zg'alish arafasida edi. Chiqib olsam bo'lardi, lekin unga minishdan nimadir qaytarardi. Qandaydir kuch bundan to'sayotgandi. Chiqmadim. Yayov yurishda davom etdim. O'sha on qayoqqa ketayotganimni ham bilmasdim. Shu payt uzoqdan bir ayol ko'rindi. Farzandini ko'tarib olgan edi. Yaqinlashgani sari yig'i aralash Allohdan nimalarnidir so'rayotganini eshitdim. U tinmay iltijo qilardi. Ayol mening ovozimni eshitar, masofaga kelganida "Singlim, tinchlikmi? Biror yordam kerakmasmi?" dedim. U tamoman duoga berilgan ekanmi, mening to'satdan bergan savolimdan cho'chib tushdi va o'zini chetga olib nariroq ketdi. Biroz yurgach, orqasiga o'girildi va menga razm soldi. Aftidan, yoshim kattaligi, yomon niyatda emasligimni bildi chog'i. Sal o'ziga kelganday ko'rindi. Men yana so'zlarimni qaytardim. Ayol menga astagina dardini ayta boshladi. Nega bu mahalda ko'chadaligini, bir o'zi norasidasi bilan nima uchun yurganini, hammasini tushuntirdi. Ayol asli Halabdan bo'lib, turmush o'rtog'i bilan birga shu yerda Damashqda turarkan. Eri shu yerda ishlar ekan. Bugun kechki payt eri uni uydan haydab solibdi. Bu yerlarda ayolning hech kimi yo'q, qarindosh urug'laridan ayro ekan. Tog'asining uyi shu shahardaligiga qaramay unikiga ham borishni bilmas ekan. Bir o'zi ikki murg'ak bilan kech tushganda izillab yurib, Allohdan najot so'rab yolvorib yig'layotgan ekan. Singlim, tog'angiznikiga yetib borishingizga men yordam beray, u yerga boring, ertaga mahkamaga uchrang, sudyaga murojaat qiling, u ishingizni ko'rib chiqadi, dedim. U esa battarroq ho'ngrab yubordi. Men qayoqdaman u mahkamaga murojaat qilish, sudyaga uchrash qayoqda? Sudya mendaylar bilan uchrashmaydi, men kabilarning ishini ham ko'rmaydi, dedi yig'i aralash. Buni qarangki, men ayni o'sha paytlarda Damashqda qozi edim. Ayolga qarata, singlim, Alloh iltijolaringizni eshitdi, duolaringizni qabul qildi. Siz ayni zamonda mazlumasiz. Robbimiz mazlumlarning duosini eshitadi va ijobat etadi. Hech ham rad etmaydi. Mazlum va Alloh o'rtasida parda bo'lmaydi. Men o'sha sudyaman. Ha, men shu shaharda qoziman, dedim. Sizning Allohga yolvorishlaringiz meni shu yerga yetakladi. Alloh bo'ynimga arqon solganday oldingizga tortib keldi, anglayapsizmi? Dedim. Menga nega mehmondorchilikda o'tirolmaganim, nega tramvayga chiqolmaganim, nega o'zim bilmas tomonga yura boshlaganlarim ayon bo'ldi. Bu hammasi hukmi ilohiy o'laroq amalga oshayotgandi. Unga ham bularni aytdim va qabulimga chaqirib, tashrif qog'ozimni uzatdim. Alloh bechora, mazluma mushtipar ayolning ohlarini eshitgandi, duolarini qabul etgandi. Alloh yolg'izlarning hech kimsasi yo'qligining do'sti, hamrohidir. Hamma sabablarni qilsa-da, biror narsaga erisholmagan banda astoydil Allohga yolvorsin. O'zigagina munojot etsin. Chunki o'sha sabablarni ham yaratgan zot bularning barchasini to'g'rilab qo'yadi. Buni his etgan holda duo qilish kerak. Shunda Robbil olamni uning iltijolarini qabul etadi.